hurmatingiz bor. Oxirgi shartim jag'ingizda Qochib yuboring. katta tarelka bir dona. Qochish deb qochib yuboring. 6-shartga. Ha, bo'ldi. Davay. Shartingiz qabul. Fisaxon, bekiting. Hay. Hay. Az 5-sini topayda. Biznesdan bitta raund yutdim alta turinglar-da hozir. Qo'porma qash qilamiz o'g'la bularni. Ichingizga qarab oling. Oxirgi shart. Fisani sharti yoqib qoldi, hozir to'xtab turinglar-da, ish bor. Siz tashab qo'ying, menga lutchi. Ko'rdim. Muhammad assalomu alaykum. Nechta? 3ta. Ya! Ko'ryapsizlarmi o'g'alarim, aylanib ketdi. Boringlarga Sizda o'ldirdik, voобще. Mana tekulmadi, mana debsi shuncha o'tganim. Kayfda shunaqa joy Ruslan aka, alaykum assalom, ayonim suyimsiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Fisaxon endi quring battan. Ana qiz nima dedi, nos chekasi dedimi o'g'larim, iloj yo'q. Nos chekasan demadim, yutasan ham demadim. Chaynab o'tirasan 5 minut, katta loshkada 1 loshka dedim. Men senda azob bermayapman. Araq insofim qanaqa bor. shartlaring bor edi? Uzr, hazlashib qoldim. Eslanmayapman. Eslanmayapman. Boshchangni ishlatdi. Kichkina miya chayni tashladi. Bonka bitta boshda, ichida suv bo'ladi. Ikkinchi shart. Suv nima, keyin un solasan, katta bonkada eli bilmadim nimadirga. Qalin qilasan, boshingga, yuzingga hamma joyga yetish kerak. Turasan, dakansa. 3-shartim. 3 ta tuxum, bittasi ham, kaplisi ham, pichoq ham yiqilmaydi. Yuzingga, boshingga, hamma joyga. Shuningga to'kilmaydi. 4-shartim. Tilingni 2 parcha chiqarasan, katta gapirib yeb qo'ydim deb 87 marta urasan. Va senga oxirgi shartim 1 loshka katta loshkada nosni 5 minut chaynab berasan. Go. O bilasan jinnop bo'psan. Omadiga qo'yam. Men 2 raunddan beri qiladigan shart yo'q. Qiladigan shartdan ber. Prinsess, sen aytib bo'lding. Men qanday bo'lib seni yutdim. Sen meni kecha qiynab qochib ketding. Hozir ham qanaqa shartlar berding? Qil, men bironta sharting atkaz bermadim. Tuxumni qil, boshqasini qil, ilojini qil. Bitta tarelka degansan aytgancha, bitta tarelka sindirib berasiz. Katta tarelka bitta jag'ingda. Davay. Jag'da sinarib. Men 3 ta yashirdim. Xuddi 4 ta yashirmoqchi edim. Nimaga 3 ta yashirdim men hozir? Chunki men yaxshi bo'laman-da, shuning uchun Alloh meni ishimni to'g'rilab qo'ydi. Men unaqa xitirmasman lekin. Men xitirlik qilganim yo'qman, umuman. Yo'q, men bitta yozyapti deb bittasini tortib olish kerak edi deyaptilar. Yo'q, unda nechesini bo'lib qoladi. Unda umuman yutalmay qolasizlar batilda. Chesni o'ynash kerak hamisha. Nima bo'lishdan qat'iy nazar chesni bo'lish kerak. Balkon. Manda nima ayb? Nos chekkanimmi aybim? Tavba qilaman. O'zingni ayb deydi. Manda nima ayb, nos chekkanimmi deydi. Prinsessaga ham yoqdi u gap. Sening aybing onang nos shakar qilib ishlayaptimi? Assalomu alaykum. Bo'ldi. Keyin yozib qo'yaman keyin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bo'ptimi? Turibmisiz? Sizda bo'pti-yu. Battle o'ynamamiz. Assalom. Da mama. Menga aytibsizmi shohid? Assalomu alaykum.
Tinch. Yaxshiroq yuvish kerak edi. Nimani yaxshiroq yuvish kerak edi? Yana tarelka. Ayol kishiga emas, nos chekish. Nima qilay hozirman? Nimada? Qani olib kel. Endi Bir chekasini. jag'imdan chiqib ketdi bormi? Blok beradi yaqin vaqtda. Nimaga cheti sindi? O'rtasini sindir. Mol sinsa bo'ldi, senga nima qizig'i bor qayersin shuni? Jag'im chiqib ketdi boru, ishonavringlar. Jag' chiqib ketdi bor, voy tot. O'zi singan edi deyapti hamma uni. Yela bormi? Sulton! Menga qiziq emas, sen efiringda nima deyishyapti? Bu yerda sindirib men o'zim ko'ryapman, men o'zim kalta yeyapman, men o'zim og'riqni sezyapman. Nima bo'lganini o'zim bilyapman. U yerdagilar meni oldimda bittasi ham yo'q. Singan sinmaganligini tashag'imdan ko'ryaptimi qorong'ida? Ben gördüm diyor, yedi singan deyapti. Bitta tarelkani bir eplab sindirib berishchi. Bitta tarelkani bir eplab sindirib berishchi. İşte singan joyni Sinmadi, sinovni qo'limdan qo'yib qo'ydim. Qara, qo'lim eshit tur. Urganimdan keyin qo'limga tushdi. Keyin pastga qo'ydim. Siralma jag'im ko'zim. Kichkina joy yiqilgan joyni ko'rsak yerdan olib. Hozir endi uni qayerdan qidiramiz ekan? Takka uchib ketdi kuni. Qayerga qo'ydim bugun tarelkani ichida edim. Qaysi bir to'g'ri kelar ekan endi unga. Bu yerda tarelkani sinig'i ko'p-da. Ha, tag'am yo'q, siniyapti tarelkalar. Mana shuni ustiga qo'ydim. Mana shuni ustida. Bos tortdi. Ya, umuman shart qabul конечно. Yoki aldi yo'qmi? To'ppa to'g'ri. Bizda aldash degan narsa yo'q. Mana bu joqda qaranglar demoqman. Yaxshi, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo'q. Ko'ryaptimi? Ko'rindimi? Urganu ana qildi. Sponni yoqishini qaranglar, aytag'im. Azizbek, rahmat. Rostanda. Sponni yo'q. Kerak bo'lsa jag'ini rasmga olib, Qizlar, uchastkovoyga yozib men beradi. sizlarni yaxshi ko'raman-da, prinsessa. Prinsessa, yashat, prinsessa. Eshitdinglar, men sizlarni rosa yaxshi ko'raman. Ikkalalar ham chiroyli, muomalalari zo'r. Qanchadan beri tanish bo'lsa, menga bir o'rtamizda xudo xolasa bir anaqa chiqmagan, ash qilsalar-da, sizlar bilan erta kunduz davom ettiramiz. Shunali men jag'imga chiqib ketdi. Zo'rg'a gapiryapman, to'g'risi. Biron joyga? Hamma mana shu yerda o'tiribdi. Hech kim ketgan yo'q. Men jag'im, gapirishim bilyapsizlarmi? Ovozim o'zgarib qoldi. Og'riyapti. Mayli, jira bo'lmasa chiq, efirni o'chir, ertaga kunduzi og'riymiz. Hozir o'zingni bir balkonga rahmingni keltir, jag'im og'riyapti deb hammaga WhatsAppdan chiq. Prinsessa menga tarelka sindirdi. Borib bitta ustimdan rasmga oldi, jag'ingni borib ustimdan yozib kel, Sulton. Voy meni. Men sassag'achchani nima deyapti-ki? Mayli chiqsin. Hech kimi qolmadi o'zi buni. Hech kimga kerak emas o'zi bu. Nolchaga o'tiribdi-ku, nolchaga. Prosta tagimni ko'rsatinglar, menda kimlar borligini bitta his qildiringlar, o'g'alarim, iltimos, bitta his qilsin. Hasanboyni ham bunisi tugadi. Hasanboy shuncha keldi, efirimga maqtandi, qara dedi, shit uradi. Qara deydi, shit uradi. Hasanboyda ham tugadi o'zi. Ha, Hasan. Uchu katta gapirmaslik kerak.
Hasan akam